Assalomu alaykum YouTube kanal kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari. Bugun 22 noyabr 2025-yil haftaning shanba kuni. Gaza bloglarimizni ishlab chiqarishda davom etyapmiz. Bizning manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida joylashgan. Gaza bloglarimizni sifatlik o'lchamlari, burchaklari, razmerlari, diagonallari har tomonlama standartlarga javob beradi. Gaza bloglarimiz quruqlardan yetarlicha bor. Gaza bloglarimizning asosiy vazifasi sovuq ushlovchi hisoblanadi. Oddiy, to'g'ri, sodda qilib tushuntiradi. Terimiz vazifasini bajaradi. Gaza bloglarimizdan razmerlardan ham 10ligi bor, 12lik, 15liklardan ham bor. Telegarodkalar uchun ham bor mana 15liklarimiz. Hop, eni 15, balandligi 30, uzunligi 60. Kimga shunaqangi gaza bloglar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qila olasizlar. 16,5 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. Quruqdan yetarlicha bu. Do'stim, mana vodiy bo'ylab aksiya qilyaptik. 16,5 ming so'mdan dastavka qilyaptik. Nima deysiz? Bosaveramizmi? Mana shu do'stimiz bilan ishlab chiqarish qilamiz. Mana kimga kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab dastavka qilyaptik. 16,5 ming so'mdan. Ya hormaylar. Hala bo'lyaptimi? Mashq holatda bo'ladi. Razmerlar bo'yicha kesib tayyorlab bera olamiz.